Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bir yigit kelib bir donishmandga shikoyat qildi. Men nimagadir yaxshilik qilganlarimdan xiyonat ko'raman. Shayx javob bermasdan sukut qildi, donishmand javob bermadi. Sevganlarimdan xiyonat, beparvolik ko'ryapman. Donishmand javob bermadi. Men yordam bergan kishilarim mendan yuz o'girib ketyapti. Donishmand sukut saqladi, javob bermadi. Meni qo'lim yaxshilikka doim ochiq. Ular uchun yaxshiliklar qilaman. Lekin ular menga doim yomonlik qaytarishadi. Shayx javob bermadi. Nimaga men shunday holatdamanki, kimga yaxshilik qilsam, kimga mehr bersam, undan bemehrlik va xiyonat qaytadi. Shunda donishmand yigitni ko'ksiga qo'lini qo'yib, "Ey birodar, seni Alloh taolo shunchalik yaxshi ko'rishini men qayerdan bilay? Seni nega Alloh taolo bunchalik yaxshi ko'rar ekan? Ajabmaski, Alloh taolo Qur'oni Karimda Alloh muhsinlarni sevadi deganda seni nazarda tutgan bo'lsa ajab emas." Shunda yigit xotirjam bo'ldi. "Ey shayx, ey ustoz, ko'nglimga, qalbimga nur kirgizdingiz. Menga chiroyli javob berdingiz, meni xotirjam qildingiz" dedi. Ustoz davom etdi. "Albatta biz kishilarga qilgan yaxshiliklarimizni evazini, mukofotini kishilardan kutadigan bo'lsak, biz muhsinlardan bo'lmay qolamiz. Alloh taolo muhsinlargagina yaxshiliklarini, ihsonlarini, savobini, umidini Alloh taoloning o'zidan qilganlari uchun ularni yaxshi ko'radi" dedi. Muhsinlardan bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.